Alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun yana bir juda ham chiroyli isbot bilan tanishamiz. Demak, to'g'ri burchakli uchburchaklar 30 gradus qarshisida katet A gipotenuzaning yarmiga teng. Bu ildiz osti uch A bo'ladi. 45 gradus bo'ladigan bo'lsa, bu A, bunisi A ildiz osti 2 ga teng bo'ladi. 15-75 bo'ladigan bo'lsa, bizning mana balandligimiz h bo'ladigan bo'lsa, mana bunimiz demak 4 ta h ga teng bo'lar ekan. Gipotenuzamiz gipotenuzaga tushirilgan balandlikdan 4 marta katta bo'lar ekan. Ana endi xo'sh, bu ham demak to'g'ri burchakli uchburchak 22,5 gradus va 67,5 gradus. Burchaklari 22,5 gradus, 67,5 gradus va 90 gradus bo'lgan to'g'ri burchakli uchburchakda qanday xossa paydo bo'ladi? Demak, nima qilamiz? Gipotenuzasiga balandlik tushiramiz. Gipotenuzasiga tushirilgan balandlikni h deymiz va biz gipotenuzaning uzunligini a ga tenglaymiz. Demak, bizda amiz teng bo'lar ekan 2 ildiz osti 2 h ga teng bo'lar ekan. Xo'sh, ya'ni bizning gipotenuzamiz balandlikdan 2 ildiz osti 2 marta katta bo'lar ekan. Biz shu narsani isbotlashimiz kerak. Xo'sh, qanday qilib isbotlaymiz? Xo'sh, gipotenuzamizga mediani tushiramiz. Mediani tushiradigan bo'lsak, bu mediani bu tomonni a taqsim 2, bu tarafini ham demak a taqsim 2 qiladi. Va mana shu medianamizni o'zi ham a taqsim 2 ga teng bo'ladi. Bu 22,5 gradus bo'ladigan bo'lsa, bunisi ham 22,5 gradus bo'ladi. 22,5 ikkita ichki uchinchisining tashqisiga teng. Demak, mana bu burchagimiz 45 gradus bo'lar ekan. Mana bu burchagimiz ham 45 gradus bo'lar ekan. Bizda mana shu yerda mana bunday uch burchagimiz hosil bo'ladi. 90 gradus, mana bu h, ya'ni bu h, bu a taqsim 2 va bu burchagimiz 45 gradus va mana burchagimiz ham 45 gradus bo'ladi. 45 gradus teng yorlik bo'lganda mana bu ham h bo'ladi. Ya'ni bizda mana bu qismimiz ham h ga teng bo'lar ekan. Demak, bizda mana bu tomonimizni uzunligini, ya'ni h bo'ladigan bo'lsa, bu h ildiz osti 2 ga teng bo'lar edi. Demak, a ni topadigan bo'lsak, 2 ildiz osti 2 h ga teng bo'lar ekan. Xo'sh, mana shunga o'xshagan misollarning isboti bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, bizning kanalimizga obuna bo'lib qolishni unutmang.